Doktor kollagenni qaysisini sotib olsam, terimiz taranglashadi. Soch va tirnoqlarimiz mustahkamlanadi, bo'g'im va paylarimiz baquvvatlashadi deydi. Bilamizki, hozir bozorda kollagenning million xil turi bor. Jele, kukun, kapsula, har xil suyuqlik formasida. Lekin maqsad buni qaysi formasi sotib olish emas, organizmga qaysi formasini berishda. Tadqiqotlarga ko'ra, baliqdan olingan ultra kichik kollagenlarni iste'mol qilish bu organizmga kuchliroq zo'r ta'sir qilar ekan. Chunki so'rilishi ortar ekan. Sababi nima uchun? Mana oddiy kollagen bor, organizmga iste'mol qilganda buni hajmi katta bo'ladi. Bu so'rilmaydi yaxshi. Va bu narsani maxsus gidrolizlangan texnologiya asosida mayda peptidlarga bo'linganda bu oshqozonni baryerdan kirib o'tib borar ekan, organizmga ta'sir qilar ekan. Xo'p, ilmiy isbotlangan dalillar bormi? Mana ilmiy isbotlangan dalillarda ayollarimiz bu mahsulotni 1 grammdan kuniga iste'mol qilganda 6 haftada teri namligi yaxshilangan. 12 haftada mayda ajinlar kamaya boshlagan. Xo'p, endi savol, bunaqa olish uchun nima qilish kerak? Birinchi uni texnologiya kerak. Maxsus gidrolizlangan texnologiya kerak. Chunki bu har bitta bosqichi birma-bir o'tib sizni qo'lingizgacha keladi. Shuning uchun ham kollagen sotib olayotgan 3 narsasiga e'tibor berish kerak. Birinchisi, bu gidrolizlanganmi? Ikkinchisi, mayda peptidlarga ajratilganmi? Uchinchisi, sifat va halol sertifikati bor. Bugun sizlarga xuddi shu sifat